Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, do'stlar. Mana bugun Beruniy xususiy maktabi jamoasi ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan badiiy kechasi bo'lib o'tdi. Bundan foydalanib, men barcha ustozlarni, barcha murabbiylarni chin yurakdan tabriklayman. Mashaqqatli mehnatlarda barchalariga sabr, toqat, kuch-quvvat tilayman. Ilohim oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishishda hech qachon charchamaylik. Hurmatli ota-onalar, siz o'zlaringiz uchun eng qimmatli bo'lgan aziz farzandlaringizni biz Beruniy xususiy maktab ustozlariga ishonib topshirgansiz. Biz albatta butun jamoamiz bilan birgalikda, butun oila a'zolarimiz bilan birgalikda sizlarni bizga bo'lgan ishonchlaringizni oqlash uchun men shaxsan shu maktab rahbari sifatida va'da beraman. Albatta Alloh bizni qodir qilgungacha, kuch-quvvatimiz yetgungacha, Alloh bizni jonimizni olgungacha sizlarni farzandlaringizni butun dunyo tan oladigan darajada yetuk inson bo'lish uchun biz albatta xizmat qilamiz va bunga men va'da beraman.